Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Robert Play kanali do'stlar. Bugungi videoda men sizlarga Splashing Forest Group 2 o'yinida qanday qilib onlayn har xil odamlar bilan ulanib o'ynashni o'rgataman do'stlar. Iltimos video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying do'stlar. Va men bundan-da qiziq videolar chiqaraman do'stlar. Unday bo'lsa videoni boshladim do'stlar. Do'stlar, birinchi o'rinda bizga mana bu yerda multiplayer degan joy bor. Shu yerga bosamiz do'stlar. Shu yerga bosib, mana bu yerda eng tepada onlayn degan joy bor. Shu yerga bosamiz va mana bitta USA deb yozilgan joyga qo'yib qo'yamiz. Va bu yerda o'zingizlar xohlagan bitta zonaga kirasizlar do'stlar. Qarang. Masalan, men hozir do'stlar, mana shunga kiraman. To'xtaylik do'stlar. Voy do'stlar, qanday qilishni ko'rsatmadimi? Mayli, hozir do'stlar. Tak do'stlar, hozir ko'rsataman. Multiplayer kirasizlar, onlaynga bosasizlar va bu yerda bundoq pastga tushasizlar. Mana masalan, men bitta joy bor ekan. Odamlar ko'p joyga kiradi do'stlar. Bo'lmasa zerkarli bo'lib qoladi. Botlar bilan o'ynaysizlar. Qaranglar. Mana bunaqa bosasizlar bittasini, mana men bosib ko'rsatyapman. Keyin bu yerda join room degan joy bor. Ya'ni xonaga kirish. Do'stlar, shuni bosasizlar. Bosasizlar, uni kirib ketadi. Do'stlar, Wi-Fi'li yoki megabaytli bo'lishi kerak. Do'stlar, keyin qaysi jamoada bot, ya'ni o'yinchi kam bo'lsa, o'sha jamoaga qo'shilasiz do'stlar. Men masalan mana shunga qo'shilaman. Mana do'stlar. Mana, ishonmasanglar mana ko'rsatyapman. Haqiqiy odamlar o'ynayapti mana. Do'stlar, haqiqiy odam o'ynayapti. Do'stlar, bu anaqani qanday qilib o'ynayman desanglar, qanday qilib men ham ochsam bo'ladi desanglar, o'sha joyga kirasizlar va bu yerda men bitta Max Player degan joy bor. Sizda 6 turadi. 6 ni ko'paytirasizlar. 6 ni ko'paytirmasanglar ham bo'ladi. Shunda ko'p ketasizlar. Qaranglar, keyin men bitta Creative Room degan joy bor. Ya'ni xona ochish. Shu joyga kirasizlar. Va mana bu joydan bitta o'zingizga xohlagan rejim tanlaysiz. Masalan, men klassikni tanlayman va desert kartasiga kiraman do'stlar. Kirasizlar. Skin tanlaysizlar, kirasizlar. Do'stlar, kirish kerak sizda. Mendan nimagadir kirmaydi, lekin ba'zida kiradi. Mendan boshida kirardi, hozir nimagadir kirmaydi. Yo'q, modlarni yoqmagan mana rostdan. Do'stlar, mana shunaqa qilib haqiqiy odamlar bilan o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, men bu tepamdagi modlar sizlarga kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram kanalimni qanaqa qilib topishni bilaman, o'rgatganman do'stlar. Agar описаниyani tashlashni o'rganmasam, Telegram kanalimni описаниyaga, ya'ni kommentariyaga tashlab qo'yaman do'stlar. Do'stlar, mana o'rganib olgan bo'lsanglar, do'stlar, video sizlarga qiziqarli bo'lgan bo'lsa yoki foydali bo'lgan bo'lsa do'stlar, videoga like tugmachasini bosib qo'ying do'stlar. Va obuna tugmachasini ham bosib qo'ying do'stlar. Unday bo'lsa keyingi videoda ko'rishguncha xayr do'stlar, salomat bo'linglar.